Voy, ish qilib yaxshilik bo'lsin-da. Assalomu alaykum. Oka, yaxshimisiz? To'g'risiz? Charchamayapsizmi? Oka, bitta yordamingiz kerak edi. Hop, 1 milliondan oshuv shtrafi bor odamman, shuni to'xtatib bersangiz, ro'za Ramazon oyiga xursand qilmoqchi edim. Mani elim, ellatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Haydovchilik qarzdorliklari bor ekan, to'qqizta qarzdorliklari bor ekan. Oho. 680 ming, 680 ming, 750, 1 million 125, 1 million 236 ming. Общий nechi pul общий? 6 million. 6 million bo'lsa, niyat qiluvdik-da, aka, ro'za Ramazon kuniga. 2 millionni to'lab beraman, aka, bo'ladimi? Shunaqa qilsa bo'ladi, qo'yib yubora olasizmi bir safar? Mana sog' olsin. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, aka. Taksiga keldi. Ha. Hop, bu birinchisi 1 million 180 ming. ketdi mana, aka. Ikkinchi to'lovni to'lov qilamiz 787.500. Rahmat aka, kattagan Alloh rozi bo'lsin. Endi menga podarka yo'qmi deyishingiz mumkin. Podarka sizga bor, faqatgina bir kishiga Neoline 7700 buni o'zingizniki qilish uchun prosta like bosib qo'ying. Likedan aniqlaymiz, kommentariyaga Neoline yozib ketasiz. Bilasizlar, akalar, Neoline har doim sizlarni mana bu cho'mchiginglarni o'ylab kelgan. Joningiz sog' bo'lsin. Gazini bosamiz.